Salom do'stlar. Ushbu videoda TypeScript haqida boshlang'ich tushunchalarni o'rganamiz. TypeScript nima va uni JavaScriptdan farqi nima? Nima uchun TypeScript ishlatamiz? Projektda biz mana shu 3 ta asosiy savolga javob topamiz bu videoda. Xo'p, TypeScript o'zi nima? TypeScript bu JavaScriptning ustiga qurilgan static typelarni tekshirib boradigan language server. Ya'ni bu qanaqadir nuance yangi chiqqan biror narsa emas, bu yoki magic emas. Bu faqatgina JavaScriptni runtime bo'lmasdan oldin, ya'ni kodni yozyapti turgan paytimizda bizga typelar haqida ma'lumot beradigan bitta language server. Ya'ni bu har bitta typeni o'zida registratsiya qilib boradi. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'sha registratsiya qilib borayotib turgan payti biz keyinchalik shu o'zgaruvchi yoki funksiya yoki objektga noto'g'ri typedagi ma'lumot beradigan bo'lsak, o'sha haqida bizni ogohlantiradigan til hisoblanadi. Endi JS va TS farqi nima? Misol uchun JavaScriptda bitta funksiya olaylik, uni hozir yana kod yozib o'rganamiz. JavaScriptdagi asosiy farqi TypeScript bilan. TypeScript faylimiz compile bo'lmasdan oldin bizga typelar haqida ma'lumot berib turadi. Ya'ni o'sha IDE'da VS Code bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, shu kod yozib turgan paytimiz bizga beradi. JavaScript bo'lsa, biz qilgan xatoyimizni qachonki JavaScript kodni compile run qilib turib, ya'ni yugurtirib turib keyin bilamiz. Bu yerda ikkita farq bor. Compile qilish va run qilish o'rtasida farq bor. TypeScript compile bo'ladi JavaScript tilga. Uni yana ko'ramiz hozir. JavaScript bo'lsa run bo'ladi, ya'ni uni ishga tushiriladi. Node.js environmentda ishga tushiriladi. Qisqacha qilib aytsak, JavaScript xatoni kech ko'rsatadi. Qachonki biz o'sha funksiyani ishlatgan paytimiz ko'rinadi. Ya'ni misol uchun siz qanaqadir funksiya yozgansiz, unga boshqacha xato type berib qo'ygansiz va uni shu bilan unit testingda yoki bo'lmasa boshqa bir testing qilayotgan payti ko'rasiz. Vaholanki bu juda ham oddiy, qandaydir xato bo'lishi mumkin. TypeScript qanday ishlaydi? TypeScriptda 3 ta fakt bor, ya'ni TypeScript bevosita ishlamaydi. U hech qachon node, ya'ni o'zidan o'zi hech qachon ishga tushmaydi. Biz uni compile qilamiz va u JavaScriptga tarjima bo'ladi va bizni node yoki brauzerimizda top-toza native JavaScript ishga tushadi. Tiplar kompilatsiyadan keyin yo'qolib ketadi. Biz bergan definitionlar, ya'ni type define qilganmiz, o'sha typelar define yozganlarimiz, kodlarimiz o'chib ketadi va top-toza JavaScriptning o'zi qoladi. Keyingi masala bu asosiy turlar. Ya'ni ma'lumotlar asosiy turlari bular: string, number, boolean, array, object va funksiyani nima return qilishini ham biz ko'p ishlatamiz TypeScriptda. Agar qiymatning shakli muhim bo'lmasa, ya'ni birorta value'ni tipi muhim bo'lmasa, biz shunchaki any deb qo'yamiz. Agar kerak bo'lmasa yozmaymiz u narsani. Xo'p, xulosa, TypeScript bu yozayotganda 3 ta savol beriladi. Ya'ni bu yerda qanday data shakli kutilmoqda? Funksiya nima qaytaradi va tip xatoni oldindan ushlay oladimi degan savollar qo'yiladi. Mana shu savollarga javob topish uchun bizga TypeScript kerak va shuni yozayotganlarda shu narsani e'tiborga olamiz. Endi to'g'ridan to'g'ri biz mana kod yozib turib o'rganib ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu TypeScriptni o'rnatish bo'ladi kompyuterimizga. TypeScript o'rnatish uchun mana bu, ya'ni yoki o'zimizni loyihamizga o'rnatamiz yoki global qilib o'rnatib qo'yishimiz mumkin. npm install g TypeScript desak, bizni kompyuterimizga yoki shu loyihamizga TypeScript o'rnaydi. Va birinchi qiladigan ishimiz mana bu test.config.json degan narsa bizda bo'lmaydi boshida. Bu mashina hosil qilib olish kerak bo'ladi. Chunki bu basic configuration TypeScript uchun. Ya'ni misol uchun kompilatsiya qilingan fayllar qayerda chiqadi, source codelar qaysi papkani ichida bo'ladi, shu narsalarni keyin bitta module bilan EC'ni, ya'ni ES'ni nimasi, versiyasini belgilash mumkin va o'sha basic konfiguratsiyalar bo'ladi bu yerda. Endi buni qanday qilamiz? Misol uchun biz birinchi tsc deb turib version desak, TypeScriptning versiyasi ko'rinadi bizga, mana 5.9. TypeScript compiler deyiladi buni. Kengaytmasi. TypeScript compiler deb turib, shu yerga init desak, initial test config ochadi bizga. Oh shit. Init deymiz va test config degan JSON konfiguratsiya ochildi. Va shu yerda mana eng birinchi qiladigan ishimiz buni destda ochib qo'yish kerak bo'ladi. Keyin mana uni ham ochib qo'yamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bu node next bu turaversin, bu ham turaversin.
Bo'ldi, qolgan narsalar turaveradi. Ana endi biz bitta JavaScript fayl ochaylik loyihamiz ichida. Bitta mana foo.js degan bitta fayl ochdik. Endi shuning ichiga bitta funksiya yozaylik. Misol uchun bu functionimiz bizni parametrida qanaqadir ikkita a va b sonlarini kutadi va bu a va b sonlarini, misol uchun function sum degan bitta funksiya ochamiz-da, bu funksiyani return qiladi. Return a plus b ni return qilsin. Va uni console log qilaylik-da. Sum deb turib 2 3 berib yuborsak, qaranglar. Buni ishga tushirishimiz uchun shunchaki node deymizda, foo.js deymiz, bo'ldi mana. Bitta 5 degan javob chiqadi bizda. Ups, mana 5 degan javob chiqadi. Lekin kelinglar, misol uchun ataylabda bunga biz string berib yuboramiz mana. 10 degan. String berib yuboradigan bo'lsak, bu stringni ajratmaydi. Ya'ni u haqida bizga hech qanaqa alert bermaydi va biz uni xatoligini kompilyatsiya bo'lgan, run bo'lganda keyin ko'ramiz. Mana 210 deb qo'ygan. Aslida bu number emas hozir. Mana shu top-toza string mana shu. Buni ko'rish uchun eng sodda yo'li bu type of yozib qo'yamiz oldiga. Type of deb turib sum deymizda, funksiya qaytargan type'ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi shunda. Mana funksiya bizga string qaytaryapti, lekin biz number qabul qilib, numberning yig'indisini jo'natyapmiz. Nimaga string unaqa? Chunki biz stringlarni ham qo'shib jo'natishimiz mumkin-da. Ya'ni matematik qo'shish emas bu. Stringlar matematik qo'shilmaydi. Ular concatenate, ularni birgalashtiriladi. Misol uchun salom deb qo'ysak, aytgan mana. Salom 10 da birgalikda chiqarib beradi. Nimani o'chiribman, type of. Mana salom 10 degan. No, bizi funksiyamiz faqatgina numberlarni kalkulyatsiya qilishga mo'ljallangan bo'lsa, biz bu narsani tekshira olmaymiz run bo'lmaguncha. TypeScriptni bu yerda bizga foydasi qanday bo'ladi? Mana endi bitta bar.ts degan fayl ochamiz-da, shu kodni TypeScriptda yozamiz. Yozganda qanday yozamiz? Mana bunday yozamiz. Function deymiz-da. Function bar deb turib, ana endi explicit aytib qo'yamiz. Ya'ni men a ga 2 nuqta number olaman. Xuddi shunday b ga ham 2 nuqta number olaman. Number olaman. Agar numberdan boshqa narsa keladigan bo'lsa, u o'sha zahotiyoq error beradi. Return qilib turganda ham hattoki men endi bemalol a plus b qaytaraveraman. Mana bu funksiyani nima return qilishi mana bu yerda yoziladi. Funksiya number return qiladi desam, mana parametr qavsidan keyin 2 nuqta qo'yib number deyman. Bu funksiyani definition. Bu funksiyani type. Ya'ni funksiya number return qiladi. Endi qanday ishlatamiz? Misol uchun console log deb turib, qaranglar, console deymiz, .log, ana endi bar deb turib 1 2 bersak, okey, bizda hamma narsa joy-joyida ishlayapti, hech qanaqa error yo'q. As long as we give a number for parameter. Ya'ni parametrga number bermaganimizcha to'g'ri ishlaydi. String berdikmi, o'sha bo'ldi, baqirishni boshlaydi bizga. The argument of type string is not assignable to parameter of type number. Ya'ni barra ichida sen aytda b ga number define qilavding, lekin string beryapsan bunga deb o'sha zahotiyoq aytadi va biz uzr, bu yerda number bo'lishi kerak ekan deb turib number beramiz. Eng kamida borib kodimizni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni adashib turib bu yerga string bo'lgan number yozib qo'ysak ham, hattoki adashgan bo'lsa, biz typelarimizni define qilganmiz. Mana shuning uchun bilamiz, что bu yerda hop o'zi string berishim kerak edi, bu chota string emas, number qabul qilyapti, demak bu yerda type'da adashib ketganman deb turib borib funksiyani o'zidagi muammolarni ham to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Ana endi yana bu yerda bitta qiziq narsa bor. Biz shunchaki TypeScriptni node deb turib mana bunday qilib ishlata olmaymiz. Ya'ni bu TypeScript hech qachon JavaScript runtime'da run bo'lmaydi. Biz uni kompilyatsiya qilib JavaScriptga tarjima qilib, keyin JavaScriptni run qilamiz. Tarjima qilgan bizi fayllarimiz ya'ni build bo'lgan fayllarimiz disk degan papkani ichida bo'ladi. Chunki biz test-config'da ichiga chiqadigan fayllarni diskka tashlagan deb yozib qo'ydik. O'shaning uchun disk degan papka ochib qo'ydim. Endi qanday qilib kompilyatsiya qilamiz? Buning uchun TypeScript kompilyatori chaqiramiz va ana endi o'sha qurg'ur bar.ts degan faylimizni berib yuboramiz. Mana berganimizdan keyin bar.ts ichida
Hop, bu yerda bizda bar.js degan ochyapti. Faqat deskga ochmayapti. Nega tushunmadim men shuni. Hop, mayli. Xullas, bu yerda e'tibor beradigan narsamiz TypeScript JavaScriptga tarjima bo'lgani. Mana, bizni bar.tsimiz kompilyatsiya qilganimizdan keyin typelari top-toza bo'lib, oddiy JavaScriptga aylanib qoldi. Va biz endi buni bar.js demoqchiman. bar.js deb turib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, qisqacha TypeScript haqida mana shular. Keyingi darslarda yana ham murakkab keyingi mavzularga o'tamiz. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yoki Telegram kanali guruhlarida yozib qoldirsangiz bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.